Toshkent davlat tibbiyot universitetini 2025-2026 yilgi o'quv yili uchun kirish ballarini men sizga hozir aytaman. Undan oldin bo'ladigan bo'lsa, videoga bitta like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va eng yuqori ball davolashdagi bo'lgan o'sha davolashdagi qancha bo'lganligini ballini men oxirida aytaman, videoning oxirida. Va bizda birinchi keladigan yo'nalish, to'g'risi men Toshkentda shunaqa yo'nalishlar bormikan deb hayron qoldim o'zim ko'rganda. Birinchisi bu maxsus pedagogika surdo tarjimonlik faoliyati. Bu demak grant balli etib 106-9 ball kirish balli bo'lgan ekan, lekin kontrakt balli kirishi belgilanmagan ekan. Undan keyingi yo'nalishimiz bo'lsa menejment ekan. Menejmentimizda davlat grant asosida o'qishga kirish bu 168,6 ball, ya'ni kirish balli grantga. To'lov shartnoma asosida kirish bo'lsa 128,2 ballni tashkil qilgan ekan. Va undan keyin ko'radigan bo'lsa, biz ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishida kirish balli grantga 110 ball bo'lgan va to'lov shartnoma asosida qabul bo'lsa 107 ballni tashkil qilgan kirish balli. Kimyo bo'ladigan bo'lsa grant 98,8 ball, to'lov shartnomasi bo'lsa 79,7 ballni tashkil qilgan ekan. Va bizda biotibbiyot muhandisligini oladigan bo'lsak, grantga kirish balli 133,4 ball va to'lov shartnomasi bo'lsa 82,7 ballni tashkil qilgan. Va stomatologiya yo'nalishini oladigan bo'lsak, grant 178,3 ball kirish balli va to'lov shartnoma bo'ladigan bo'lsa 173 ballni tashkil qilgan kontraktga kirish balli. Va undan keyingi yo'nalish oladigan bo'lsak, bu tibbiy profilaktika ishi, eng mashhur soha. Grant kirish balli 135,5 ball va to'lov shartnomasi bo'lsa 127,4 ballni tashkil qilgan. Oliy hamshiralik ishi bo'ladigan bo'lsa, demak 148,5 ball grantga kirish balli va to'lov shartnomasi bo'lsa 146,4 ballni tashkil qilgan ekan. Va fundamental tibbiyotda oladigan bo'lsak, grantga kirish balli 134,4 ball, 134,1 ball va to'lov shartnoma asosi bo'lsa 131 ballni tashkil qilgan. Hamda farmatsiya yo'nalishini oladigan bo'lsak, grant kirish balli 158,4 ball va 135,8 ball bu shartnoma asosida kirish bo'lgan ekan. Va hamma uchun eng qiziq bo'lgani bu davolash ishi. Davolash ishida grant 186 ballni tashkil qilgan, o'zi maksimal ball, patolog ball 189 tashkil qilgan, lekin grantga kirish balli 186 ballni tashkil qilgan va to'lov shartnoma asosi bo'lsa 183,5 ballni tashkil qilgan. Hamda pediatriya ishini oladigan bo'lsak, grantga kirish balli 177,5 ball va kontraktga kirish balli bo'ladigan bo'lsa 173,4 ballni tashkil qilgan. Va endi sizga savol, siz Toshkent davlat tibbiyot universitetini qaysi yo'nalishida o'qimoqdasiz va qancha ball bilan grant yoki kontraktga kirgansiz va sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Bundan keyin qaysi universitetga kirish ballarini va grant kontraktini e'lon qiling. Bu videodan foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lib, o'sha do'stingizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'lsin.